Bizga nega chiqib ketding? O'lguninggacha shu yerda turib gapirishing kerak edi deydiganlarga savolimiz. Sizningcha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham chiqib ketib xato qildilarmi? U zot ham o'ldirilgunlarga qadar Makkani tashlab ketmasliklari kerakmi? Haqini aytishga buyurgan Alloh o'rni kelganda hijrat qilishga ham buyuradi. Ey hukumat tepasidagi insonlar, qachongacha dindorlardan ola bo'ji yasaysizlar? Afg'oniston dedinglar, Afg'oniston ozod bo'lib tinchib ham ketdi mana. 5000 kilometr uzoqdagi Suriya xalqidan ogoh yetar deylar. Suriya ham ozod bo'ldi. Rossiya Ukrainani misol keltiray desanglar, ikkita kofir davlat bir-biri bilan urushyapti. Hech bo'lmaganda ulardan bittasi musulmon bo'lganda ham uni ham gapirib xalqda propaganda qilgan bo'lardinglar. Sizlar tug'ilganinglarda islomiy ism qo'yib, islomiy marosim qilasizlar. O'lganinglarda yana islomiy marosim qilib janoza o'qittirasizlar. Shu ikkita ishning orasida bir umr dinga va dindorlarga qarshi kurashib yashaysizlar. Sizlar ming turli propaganda qilib, dindorlarni yomonotlik qilib ko'rsatishga urinib, Allohning dinini o'zingizlar bilan puflab o'chiraman deganinglar bilan hech qachon bu ishni uddasidan chiqa olmaysizlar. Bu tuproqlar musulmon ajdodlardan meros qolgan tuproqlar. Hali har bir qarich yeri islom azizligi bilan izzatga to'lib toshadi. Buni o'sha kun kelmagungacha tasavvur qila olmaysizlar. Sizlar mustahkam o'rnashdim, endi hech kim o'rnimdan qo'zg'ata olmaydi degan paytinglarda Alloh o'sha o'rnashgan joylardan qo'porib tashab, o'rninglarga Allohning dinini aziz qiladigan insonlarni olib kelib qo'yadi. Alloh taolo va makaru va makaralloh vallohu xoyrul makirin deydi. Ya'ni ular makr qilishdi, Alloh ham makr qildi. Alloh makr qiluvchilarni yaxshirog'idir deydi.